Xo'p, bugun sizlar bilan Dale Carnegiening Do'st orttirish kitobini o'sha yerga zudlik bilan bitta narsa tiqib ketishim kerak, jigarlar. Yangilik bor, men bitta proyekt ustida ishlayapman. Erta siz miyangizni keyingi darajaga olib chiqish uchun juda katta shans olishingiz mumkin, lekin u pulli bo'ladi va juda ham qimmat bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun shu gaplarni juda yomon ko'raman, lekin opisaniyani qarab ko'ringlar, qiziqsanglar, qiziqmasanglar, vaqtingizni olganim uchun uzr. Do'st orttirish kitobini qanday qilib hamkorlikda ishlash mumkin degan mavzusini gaplashamiz. Ya'ni bu nimaligini keyinroq bilib olasizlar. Misol uchun oramizda juda ham ko'p odamlar bor, o'zini fikrini o'tkazmoqchi bo'ladi va kritika shu odamlarni yomon taraflarini aytib, misol uchun xatolarini aytib, lekin siz undan juda ham kam holatda foyda olasiz. Qachonki foyda olasiz? Siz o'sha fikrni, yechimni, ya'ni o'sha muammoga yechimni, g'oyani ularga qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni foydali bo'ladigan bo'lsa, o'shani ulardan chiqib keladigan bo'lsa. Hozir nima demoqchi bo'lganimni hikoyadan keyin bilib olasizlar. Har doim bilasizlar. Bitta hikoya aytib beraman Qunduz bobo bo'lib, shuni hozir eshitasizlar. Bitta kompaniya bo'lgan ekan, o'shanda odamlar, ya'ni ishchilar qoidalarga mensimasdan, ya'ni qoidalarni mensimasdan ishlashar ekan. Kechgalarda balkim yo bo'lmasam tozalikka qarashmasdi. O'shundan keyin bir kun miting qilibdi. Bilasizlar, miting qilishadi va undan so'rabdi boshliq, mendan boshliq sifatida nima xohlaysizlar? Sizlarga nima qilib berishim kerak? Desa hamma aytadi, nimasi xohlashini, misol uchun oyliklar, u bu deb gap ochishadi. Keyin u aytadi, men sizlarga hamma so'ragan narsalarni qilib beraman. Bundan problema yo'q. Endi o'zingizlar aytinglar. Men sizlardan nima kutishim kerak? Ya'ni boshliq ishchilardan nima kutish kerak desa, hammasini aytishni boshlaydi. Misol uchun sodiqlik, shijoat, kreativlik, misol uchun 15 soat ishlash, undan keyin kimdir ham shu 15 soat ishlash deb aytib chiqibdi. Ko'pchilik yomon ko'radi. Biz haligi o'qituvchilar so'raydi-yu, uy vazifa nima beray desa, haligi miyasi katta, pastga taqib beradigan bolalar aytadi, shunaqa bering desa, hamma keyin uradi. Ya'ni shunaqa bitta ishchi 14 soat ishlaydi deb ham taklif beribdi. Ya'ni undan keyin performans, ya'ni shu ish sifati undan keyin oshib borgan. Xo'p, men sizlarga nimani aytib o'tmoqchiman? Har doim kritika qilishga shoshmang, ya'ni odamlarni tanqid qilishga. Keyin ularni muhim his qildiring shu orqali fikrini. Misol uchun xatosi, siz bolangiz nimadir sho'xlik qiladi, u qiladi, bu qiladi. Siz uni o'ziga yechimni qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi gaplashayotganda. Misol uchun hozir kompaniyada boshliq shunaqa qildi-yu, shunaqa qilib bolangizga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, u o'zi hech qanaqa bosimda yo bo'lmasam ya'ni kontrolni tagida qolib ketmaydi-da, o'zim yechdim shuni deb o'ylaydi. Bu lekin qanaqa qilasiz kreativligingizga, shu tajribangizga bog'liq bo'ladi. Xo'p, yana bitta men aytgan gaplarimni o'ylab chiqinglar boshida. Agar yo'qsa, kommentariy yozinglar, yo'qmasam shu opisaniyadagi kanalda ko'rib fikringizni aytinglar menga. Juda ham qiziq. Bir oyicha boshlab o'raman, lekin agar ungacha biron qilmasanglar 50% ga shunaqa qimmat bo'ladi ba'zilarga. Shunda afsuslanib qolamiz. Mayli jigarlar.